insonga ko'makchi shiori ostida kauchingimizga xush kelibsizlar. Bugun men Oltinsoy tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazida katta yoshdagilar bilan ishlash shubasi ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar to'lab Savolimiz bor. Yosh davrida yosh pensiya farzandlarga beriladi, qolgan farzandlarga suyunchi puli berilmaydi. keyin oilalarga ikkinchi farzandga, ikkinchisiga berilmaydi. ey yasha yordamlar, saxovat ko'makdan beriladigan yordamlar hamma tomonlarda olib juda yaxshi ishlar olib boryapti. Hammalaringizga rahmat aytaman. Ishlaringiz bardavom bo'lsin. Barkamollik, hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lsin. rahmat opajon.